Здравствуйте, уважаемые любители социальных сетей. Сегодня проводим 18-й сеанс криотерапии на полевых условиях. Assalomu alaykum aziz muhtaram ijtimoiy tarmoqlar xizmatlari. Bugun 18 seansni o'tkazamiz. Krioterapiyaning kanalimizga obuna bo'ling, like, podpiska. Telegram kanalimizda bugun ajoyib retseptni qo'ydik. Xalqaro Diyetologlar Assotsiatsiyasining tavsiyalariga asoslangan juda ham foydali. Дорогие друзья, сегодня мы на телеграм-канал выставили хороший рецепт очень полезных свойств гречки, приготовления, при каких заболеваниях используется на основании международных ассоциаций диетологов. Добро пожаловать в наш телеграм-канал. С огромным уважением, доктор Ollamov. Barchangizga xayrli kun aziz va muhtaram ijtimoiy tarmoqlar xizmatlari. Barchangizni sevib qoluvchi doktor Ollamov. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telegram kanalingizga ham obuna bo'lishni unutmangizlar. Ajoyib retseptlar qo'ydik bugun. Dietetik kasalliklarda qanday ishlatiladi? Ozish uchun juda ham yaxshi foyda beradigan grechkadan tayyorlanadigan ajoyib retseptlarni qo'ydik bugun Telegram kanalimizga. Kanalimizni kuzatishda davom qilinglar. Hozir yana muolajani o'tkazgandan keyin yana qo'shimcha ma'lumotlar berib boraman. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Так, подготовились. Да, вкусный эффект, очень хороший эффект. Уже начал согреть, чем холодная погода, тем эффектнее кажется. Вот чувство такое, дай бог, что пока ничего не случилось, и чтобы в дальнейшем не случилось плохие вещи. Дорогие друзья, очень хороший эффект пока. Чувствую себя хорошо. Ну, потому что у нас после 20 сеансов посмотрим повторно все анализы, которые необходимо проверить после проведения манипуляции. Благодарю всем за внимание, подписки, лайки. Будем ждать комментарий, чтобы не зацепил пневмонию и прочие. Есть противопоказания. Подробная информация на канале доктор Ollamov. С огромным уважением и любовью. Врач с 30-летним стажом работы доктор Ollamov. Aziz muhtaram ijtimoiy tarmoqlar xizmatlari, mana 18 seansni ham o'tkazib oldik. Salomat. Xudo xolasa hozircha yaxshi samочувствие, umumiy holat. Endi bu yog'iga asorat bo'lmasa kerak deb o'ylaymiz. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Doktor Ollamov Telegram kanalida. Analizlarni endi xudo xolasa 20 ta seansdan keyin qilib ko'ramiz, qanaqa o'zgarishlar, ko'rsatkichlar qaysi tomonga o'zgardi.
va B limfositlar, ya'ni organizmdagi asosiy himoya hujayralari timuz zavisimiy va busa zavisimiy limfositlar organizmdagi yot jismlar uchun kasallik hujayralariga qarshi kurashadigan eng muhim soldatlar hisoblanadi. Bular o'shalarning miqdori qay darajada oshdi yoki o'zgardimi, o'shani ko'rib olamiz. Yana ikkita seansdan keyin aziz va muhtaram ijtimoiy tarmoqlar xizmatlari kanalimizni kuzatishni davom ettiring. Foydali maslahatlar berib boramiz. Barchangizni sevib qoluvchi 30 yillik ish tajribasiga ega doktor Ollamov. Hamisha sog' omon bo'ling. Kommentariy, like, istkalaringizni qolamiz. С огромным уважением и любовью, доктор Ollamov. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchangizni sevib qoluvchi doktor Ollamov.